Assalomu alaykum barchaga. Bugun sizlar bilan Xitoydan kelgan 5 kilolik tovarimga raspakovka chek qilamiz. Bularni kargosini men video davomida yozib qoldiraman. Ko'rib olishingiz mumkin. Bu faqat kargosi. Bular hammasi zakazga kelgan. Men bularni ega-egasiga jo'nataman. Agarda siz ham uyda o'tirgan holda haftasiga 3 milliondan 10 milliongacha daromadga chiqishni xohlasangiz, harakat qilib albatta telefon orqali daromadga chiqishni xohlasangiz, men sizga Xitoydan zakaz qilishni noldan hamma sirlar bilan o'rgataman. Bu kursda siz Xitoydan tovar zakaz qilishni, arzon kargo bilan ishlashni, Xitoydan tovar zakaz qilganda hammasini noldan o'rgataman. Hech qanaqa sirlari qolmaydi. Shu jumladan sizga men o'sha o'quvchilar xohishiga qarab jonli efir beraman kursda. Kurslar Telegramda yopiq kanalda bo'ladi. Hammasini, darslarni deyarli hammasini o'zim tuzganman. Darslar juda sodda tilda tushuntirilgan. Xitoydan tovar zakaz qilishda siz hech qanaqa Xitoy tilini bilishingiz shart emas. Kursim narxi mega skidkada atigi 35 ming. Kursimga yozilish uchun direktdan kurs so'zini qoldiring. Men sizga batafsil ma'lumot beraman.